Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 26 dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.078 so'm 47 tiyin bo'lib 10 so'm 87 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.234 so'm 48 tiyin bo'lib 5 so'm 29 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 155 so'm 23 tiyin bo'lib 1 so'm 52 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 67 tiyin bo'lib 15 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 138 so'm 8 tiyin bo'lib 13 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.